Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Xo'sh, hafta kuni bilan yakshanba. Xo'sh, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar mashina bozori hurmatli obunachilar. Xo'sh, obunachilar, bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib, nasib bo'lsa, bizni kanalimizga podishkada bo'lsalaring, mashina bozoridan sizlarga har xil mashinalardan, Lacetti, Cobalt, Gentra, Nexialar qatoridan, Nexia 3lar qatoridan sizlarga bir qator videolarni taqdim etamiz. Puli arzonlardan, varianti borlardan, hurmatli obunachilar. Xo'sh, obunachilar, bozorda narx-navo qanday? Narx-navoni bilmoqchi edim. Narx-navo tushganmi, ko'tarilganmi degan obunachilarimiz, mana biz sizlarni narx-navolar bilan tanishtiramiz Qarshi mashina bozoridan. Hurmatli obunachilar, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring. Xo'sh, videomizni pastki tomonda afishaniyasida, xo'sh, Telegram kanalimizda afishaniyasi bor. Ikkita videoda kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunaverasizlar. Xo'sh, fikr bildirayotgan joylaringizda tepasida qo'yib qo'yganmiz. Hozir aka 1 minut qo'yib qo'yaveramiz. Nasib bo'lsa, videomizni boshladik. Akamiz qo'yib qo'yaver deyapti. Xo'sh, Qarshi mashina bozoridan. Shunday. Aka, assalomu alaykum. Assalomu. Shu mashinami aka? Ko'rsating mana. Xo'sh. Ertim baraka topsin. Rahmat. Yili necha ekan buning? Yili 2013-yil oxirgi chiqqan vipiskasi shu. Shunday. Shuni. Xo'sh, mexanika bu? Mexanika korobka. Bir kishi faqatgina davlat ishiga minib borib keladi. Minib borib kelgan bir kishi mingan gap, bir qo'l Orqa mashina. sidinaga odam o'tirmagan. Shunday. Sidinalari hozirgi yangi mashinalar sidina sostenasida turibdi. Sidinalar. Ichi akustikasi bor. Shunday. Video registrator bor, black piano qilingan, monitor qo'yilgan, MERS rullar qo'yilgan. Vot mana jihatini aytish kerak mashinani. Hamma ma'lumotlarni berib aytishingiz kerak. Ha, shunday. Mashinaga qilinadigan xarajat yo'q. Faqat metanni yoqilg'ini puli xarajati. Ha. Olish kerak, metanni qo'yish kerak, minish kerak. Haydash kerak. Eshakka minadi. Haydash kerak. Shunday, haydash kerak. Rulet qilish kerak. Barankani burish kerak. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Lacetti so'ragan obunachilarimiz top tozalardan. Kim olsa 10 million priziga. Shunday, kim olsa 10 million priziga. Mana ballonlari ham hali shipchalar bilan. Ballonlari ham mana. Mo'ylovchalar. Shipchalar bilan turibdi. Mana labovoy. Yertoy labovoy. Shunday aka, rahmat. Xo'sh. Orqa tomonlari. Mana orqa sidinasiga mana odam o'tirmagan hali deyapti. Bir kishi haydagan mashina Lacetti. Mana ko'raverasizlar hurmatli obunachilar. Top toza mana. Xo'sh, top toza deyapti mana. Qani ukajon, havo beringlar. Shunday mana akamizning mashinasi ekan. Xo'sh, mana mashina tiniq holatda turibdi. Top toza. Ko'raverasizlar. Aka, Lacettilardan chiqaring degan obunachilarimizga yana bir marta mana ichkarilar. Anlamay qolishi mumkin. Shunday. Ko'rish holati. Xuddi shunday, ko'rish holatini. Aka, orqasini ham ochib qo'ying. Orqasini ham bitta ko'rsatay. Mana. O'zini narsalardan qo'yilgan. Xo'sh, mana metanlari bor. mana Orqalari shumka qilingan, polностью. Zapaska, domkarat, balon qiluvchi hammasi joy-joyida, ha? 100% shumka. 100% shumka, hammasi joy-joyida. $100 shumka qilingan. Xo'sh, 4 ta baloni, yangi balon taqilgan. Borlaringga shukr sizlarga. Rahmat mana. Pastki tomonning holati. Xo'sh. Akamiz mashinasi ma'lumotlarini sizlarga berib o'tdi akamiz. Aka, buni pulini nech pul deyapsiz? Pulini o'zi bu 100 millionga arzon. 100 millionga arzon. Hozir pulni kerakligini muvofiq shuni 87 ga berar bo'lyapti. 87 ga. Ha, puli zaruri deydimi? Shunday. Shunaqasiga. 87 ga beraman deyapti. Buni qanday variantlarga sotasiz keyin? Varianti yana yengil tomoni generalni ham berish holatida ham bor. Ha, generalni ham beraverasiz. Generalni ham beraveramiz deyapti akamiz. Atkas yo'q. Xo'sh, akamiz dehqondan bemalol ko'raverasizlar. Mana zakonni mashina olib chiqqan ekan. Buni pulining variantlarini aytingchi, qanday bir 50 million puli bor odamga ham sotaverasizmi? Agar uni xohishi bank qila olaman desalar ham, o'zlarining banki bo'lsa,
bank holatini ham chiqarib beramiz. Bank holatini ham chiqarib beraverasiz. Atkazi yo'q, mayli, uni pulini biz olishgacha kutishi jarayoni bo'ladi. Menga shu tomonlama yordam bo'ladi. Shu tomonlama yordam qilaverasiz. Mana akamiz ma'lumotlarni aytib o'tdi. Xo'sh, mana yana bir tomondan ham ko'rsatib o'tavering deyapti. Oppoq qordakkina. Shunday oppoq rangdagi. Xo'sh, aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 99lik 731 731 87 87 80. 80. Bir kishi faqat ishga borib kelavergan mashina. Shunday aka. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar, hurmatli akalar. 10 million shuni foydasi bilan oladi og'on. 10 million foydasi bilan oladi. Shuni 10 qanchaga million foydasi bilan shu oladi. qanchaga foydalansa, shu pulga sotadi. Shu pulga sotadi. Rasxodi chunki xarajati Rahmat yo'q. aka, charchamang, bozoringiz bersin aka. Charchamaylik xizmat. Mayli, xo'p. Xo'sh, hurmatli obunachilar, akalar. Elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Akalar, nasib bo'lsa mana shu mashina bozordan sizlarga videolar taqdim etaveramiz. Aka, YouTube'ga qo'yib qo'yaylikmi? Qayerda mashinasi ekan? Qarshi shaharda mashinasi. Mana ko'ringlar, hurmatli obunachilar, Nexia 3. Aka, mexanika avtomatmi? Avtomat. Yili necha? 22. 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Nexia 3. Mana. Aka, motor hadovoylari, kraskalari qanday? 39 ming yurgan. Bitta kraskasi yo'q. Qaysini? Bo'ldi, aka, xo'p. Xo'sh, 39 ming kilometr yurgan ekan mashin. Aka, benzindami mashin? Benzinga. Xo'sh, benzinga turibdi. Mana motorlar holati. Xo'sh, motor hadovoylarida ishi yo'q, benzinga yurgan deyapti. Avtomat korobka 39 ming kilometr yurmagan o'zi mashin. Mana yangi mashin. Xo'sh, balonlari o'rtacha holatda. Xo'sh, salonlar holati mana ko'ringlar. Xo'sh. Polik qilingan chexol o'zlaring qo'yib olaverasizlar. Akalar, avtomat korobka. Xo'sh, mana mashinaning turgan holati ko'raverasizlar. Bu tomondan turgan holati, hurmatli obunachilar. Xo'sh, passajirga tomonga holati bor. Ko'raverasizlar. Xo'sh, yili yaxshiroqlardan, avtomatlardan Nexia 3 ko'rsating deganlarga mana ko'rsatamiz. Aka, buni narxi nech pul deyapsiz? Bozor nech pul deyapti? Bozorga nech pulga bermadingiz? 110 millionga. 110 millionga. Buni qanday variantlarga sotasiz buni? Farqi yo'q. Bank, turish, Qancha puli bo'lsa sizga telefon qilishsa ishi bitaveradi aka. Nech puli bo'lsa? bankka 20 milliondan chiqmadi. 18 milliondan chiqishi mumkin. 20 million puli bo'lsa sizga telefon qilsa ishi bitaveradi. Hisoblatamiz-da. Ha, ya'ni bankka hisoblatamiz deyapti. Akamiz aytayapti, 18-20 million bilan bo'lsa deyapti, ishlaring bitaveradi deb turib aytayapti. Akamiz aytayapti, bemalol akaga telefon qilsalaring ishlaring bitaveradi. Akalar, ko'raverasizlar. Xo'sh, aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99lik 942 88 18. 942 88 08 akamizga telefon savdolashib olaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Xo'sh. Videomizni davom etamiz. Nexialardan. Xo'sh, Nexia sizdanmi aka? Yili necha ekan buning? 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 oppoq rangdagi mashinasi 1.6 Donis motor. Aka, motor hadovoylari, kraskalari qanday? Tomchi yo'q emaydi. Hadovoylar qilingan, tayyor. Akkumulyator yangi. Faqat ishi yo'q mashina. Benzinga, gazga ikkalasi ishlaydi. Ha, olish kerak, faqat haydash kerak. Kraskalar noy. Shunday kraskalar radnoy deyapti, oladi, minar deyapti, gazni qo'yib turib deyapti. Boshqa joylarda ishlari yo'q deyapti. Motor hadovoylari tomonlama ham 2016 yili yangilarda ko'rasizlar. Oppoq rangdagi Nexia 2 mashinasi. Mana ko'rasizlar, to'rtta balonlari o'rtacha holatda. Hurmatli obunachilar, akalar. Xo'sh. Xo'sh, bu tomondan holati mana ko'rasizlar. Orqalari. Xo'sh, chirigan joychalari, ozgina joychalarda bor. Xo'sh, salonlar holati hurmatli obunachilar. Ko'ringlar. Aka, necha ming yurgan dedingiz buni? Necha ming yurgan dedingiz? 163 ming. 163 ming kilometr yurgan ekan. Aka, buni narxi nech pul deyapsiz? Laboyigacha radmetr deyapti. Ko'rasizlar. Aka, bu narxi nech pul deyapsiz? Bozor nech pul qildi? Qanchaga bermadingiz? 70 deyapsiz. Nech pulga bermadingiz bozor? 60 so'rayapti. 60 da Shunday so'rayapti. 55. Narxga so'rayaptimi aka? Narxga so'radi, keyin bunday variant ham so'rayapti. Variant. Choyga beraman. Ha, yarmini berib, qolganini choyga beradi. Siz qanday variantlarga sotasiz? Siz o'zingiz aytingchi. Mayli, bank bo'lsa ham bo'laveradi. Bank bo'lsa ham, nech pul puli bo'lsa, bankka ishi bitaveradi telefon qilishsiz.
30 million 35 million puli bo'lsa ham telefon qilishsa bemalol qolganini bankda beraverasiz. 30 million 35 million pullaring bo'lsa ham qolganini bankda beraveraman deyapti. Akamiz aytyapti. Mana telefon qilsalaring gaplashib bemalol savdolashib olaverasizlar. Akamiz generalni ham chiqaveradimi aka? Hammasi. Любой dokumentga xavotir yo'q. Dokumentga xavotir yo'q, generalni ham Pulni chiqaveradi. notar sonda berib, keyin dokument qilinadi. Shunday, pulni notariusda berib, keyin dokument qilinadi deyapti. Oldin dokument so'rashdi. 61 million so'rashdi balandda. Aka telefon raqamingizni ayting. 97lik 97lik 200 200 0254 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, ko'raveringlar. Hozir bu tomonga o'tamiz. Nasib bo'lsa. Xo'sh, videomizni davom etaveramiz. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism. Bugun nasib bo'lsa kechgacha mana shu Qarshi mashina bozoridamiz. Sizlarga videolar taqdim etamiz. Elda xizmatdamiz, xalq xizmatdamiz. Bitta layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib, patishkada bo'lib turingizlar, hurmatli akalar. Charchamayingizlar.